Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bizani bitta hojatxonamiz, bu tarafda do'shimiz. Hozir sizga biz hojatxonani to'liq obzor qilib beramiz. Buni kirishingizda eshik qo'yilgan. Xitoyda ikki tarafli metal eshigi. Eshikka ko'radigan bo'lsangiz, har bitta zamogi tepadan, pastdan, yondan, o'rtadan qulflaydi. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, kirishimizda o'ng qo'lda rakvina qo'yilgan. Hojatxonadan chiqib qo'llarini chayib chiqib ketishga va ikkita dimoxod qo'yilgan, hidlarni yana qo'shimcha tortish uchun. Har bitta xonasida chashagin bilan qilingan bu. Tahorat semistitillari. Ichkari kiradigan bo'lsak, bunda 6 ta chashagin qo'yilgan. Dimoxodlari, akoshkalari bor hammasi. Har bittasida mana shunaqa chashagin, tahorat semistitillari bor. Bunga biror narsa qo'yib, tahorat olish qilingan. Mana shulardan ancha-muncha mustahkam, sifatli narsalar. Kimga mana shunaqa hojatxona, dush, ofislar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqa qilsangiz, sizga hamyonbop, chiroyli, sifatli qilib yasab beramiz. Pollari kafel, stechka qo'yilgan. Ertaga ishlatgan vaqti tagidan suv chiqib, yo'qman biror narsa bo'lib qolmaydi. Bu bizni dush variantimiz. Bunda ham xuddi shunaqa eshiklar, sifatli eshiklar qo'yilgan, akoshkalari qo'yilgan. Bunda ikkita 50 litrlik Ariston qo'yganmiz. Har bitta 3 ta dush uchun bitta-bittada отдельный Ariston. Ertaga 6 kishi bir baravarda kirganda ham oltalasiga ham ta'minlab berish uchun. Va semistitillariga keladigan bo'lsak, boshda sifatli semistitillari qo'yilgan. Ertaga uzoq vaqt sizga xizmat ko'rsatadi. Poliga keladigan bo'lsak, poli kafel, grand kafel qo'yilgan. Kanalizatsiya tizimini o'rtaga qo'yib berganmiz buni. Nimaga desangiz, mana bu общий sanuzel bo'lgani uchun, bu dush bo'lgani uchun hojatxona kanalizatsiyasini pastga qo'yib berdik. Mana 50 talik Ariston, pechitga yaxshi Aristonlardan qo'yilgan. Bunga keladigan bo'lsak, bu yerda kir mashina turadi. Kir mashina uchun ham отдельно установка qilingan suvlari.